Ko'p o'g'il bolalarga oxirgi paytlar e'tibor beryapman. Qanaqadir ishkal yoki qanaqadir agressivniy momentlar boshlansa, jala mana bunaqa narsani yo'q olishadi deb borib turib hal qilishmoqchi bo'lishadi. So'kib, po'kib, teg'izishmoqchi bo'lishadi. Menda mana bunaqa situatsiya bo'lgan hayotimda. Meni og'aynim master sportda po boksu Dalbayobek siqib qo'ydi. Biz oynan tushirdik. Okey, sal ehtiyotroq bo'lib hayding deyapti. U boshlab qoldi. "Ey jallab, men seni bunaqa qilaman, sangu neprav" deyapti-da. Biz endi so'rab olishimiz kerak, to'g'rimi? Jallab deyapti, nima deyapsiz? Okey, sal uspokoyиться qiling deb chiroyli gaplashishga to'xtatib yuboring dedi. To'xtatib yubordi. U srazu tushib sakrashni boshladi. Og'aynim spokойный, juda ham spokойный gaplashyapti. Men ham spokойный gaplashyapmiz. Okey, men bitta bunaqa bo'ldi, to'g'ri tushuning. Sizga tam yo'lingizdan qoldirmoqchi emasdik, prosta shu narsa e'tiborga olib qo'ying degan masalada-da. U sakrab turib, shunda yoqasida ushuvdi. Og'aynim bam deb urdi. Shunda yotdi-yu, Windows перезагрузка bo'lib ketdi. Mashinaqadan keldi oldimizga. Okey, uzr, bo'ldi, men tushundim. Mendan o'tdi deb. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Kuchli erkak kishi hech qachon o'zini kuchini hammaga ko'rsatavermaydi. Spokойный, ровный bo'lib yuradi. Chunki biladi, bu kuchli. Kerak bo'lsa, любой joyda, любой situatsiyada o'zini kuchini ko'rsata oladi. Har safar hamma joyda tiqilavermaydi. Shu narsa esingizdan chiqmasin bolalar. Kuchlimisizlar, hammaga ko'rsatmaylar tishinglarni. Tishinglarni akkuratni bekitib, o'zingizlarni ravnomerni ko'rsatib boradigan bo'lsanglar, hamma joyda o'zingizlarni chiroyli ko'rsatgan bo'lasizlar. Charchamaysiz.